Mubolag'a qilsangiz, haddan oshsangiz u ham bo'lmaydi. Tushunarli? Masalan, bir alhamdulillahi robbil alamin bo'lmaydi u. Xato bu. Alloh lafzini uzatishlikda muazzinlarga ruxsat beriladi, unda ham hududida. Tushunarlimi? Men qiroatda shunday qilishim kerak ekan deb bunday qilmaysiz. Ehtiyot bo'lasiz. Takallufning ma'nosi yana shunday, biling. Birlari keladi tomoqda o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Nega unaqa qilyapsiz? Men shu zo'r chiqarmoqchiman deydi. Birlari keladida burundan o'qiydi. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu takalluf bo'ladi hammasi. Tushunarlimi? Ehtiyot bo'lamiz. Tajvid nima ekan? Billutufi fin nutqi. Nutqda, talaffuzda o'ta yumshoqlikda. O'sha o'ta aytilganidek tartilmaydi, ohista. Ohistalik bilan o'qiymiz. Ko'pi ham xato ekan, kami ham xato ekan. O'rta, khayrul umuri awsatuha. Amrni, har ishni, amalni yaxshisi uni o'rtasi.